Hop, dorivor o'simlar haqidagi ko'rsatuvimizni yana davom etkazamiz. Hojiboy, mana shu qo'lingizdagi zverovoy choy o'ti. Ya'ni dala choy deydi, Shuni foydali ahamiyatlari to'g'risida gapirib o'tsangiz. Marhamat. Buni ham endi o'sha foydaligi o'sha insonni habetli giyohlar hammasi inson immunitetini kuchaytiradi. Bularda o'sha davleniya, keyin ko'proq hozir bizda sahar kasali, shularga juda ham dori. Mana endi haqiqiy mana zira. Mana zira. Pishgan yo'q hali mana. Pishgan yo'q, mana nomiga ko'rinib turibdi mana zirani. Mana zira, mana shu haqiqiy zira. Agar bu pishib bo'lsa mana. Pishib bo'lsa, O'ktamjon, bu nihoyatda aloq bo'ladi. Mana shundan asal oladi, ziradan. Buni hali qurigandan keyin, pishgandan keyin oladi bundan asalni. O'ktamjon, mana bu odamlar kelib ketaveradi. To'yinsa toqqa borib keldim deydi. Nimani ko'rib keldingsa, maza qilib qo'ygachda osh qildik, oshmani qildik, panta ko'lani ichdik deb kelaveradi. Lekin uyquni urib kelaveradi. Lekin buni mana ko'ryapsiz, o'zingiz aytyapsiz. Men biologman, o'simlikshunosman. Lekin hozir menga yangilik bo'ldi. Men e'tibor bermasdim. Buni ziralarni faqat zominlarda bo'ladi, cho'llarda bo'ladi deb yurardim-da. Bu ziraligini endi hozir yaxshilab tushuntiramiz. Mana shu oldida mana zira turibdi. Bu hali ayla qo'ygan. Mana oldida mana ari turibdi. Ari asalari turibdi mana. Ari yaxshilari. Asalari yaxshilar. Mana shu arilar meniki. Asalari mana shunday keladi-yu, asalni olib indamay qaytib ketaveradi. Yaqinginada. Yaqingina. Mana ular nima bitta savol tug'ilyapti. Arilar qancha masofaga borib bol yig'ib keladi? U kitobida yozish bo'yicha 10 kilometr, 8 kilometrgacha boradi asalari. Asalari boradi. Lekin asalari boradi. Asalari masalan chiqib ketay turib, o'ziga yarasha ovqatni oladi. Energiya emas, ovqatni oladi. Ovqatni olib, masalan, siz Toshkentga ketay turgan bo'lsangiz, mashinangizni zapravka qilasiz. Zapravka qilasiz. Qancha kilometrga qarab zapravka qilasiz. To'g'ri. Asalari ham xuddi shunga o'xshagan. Qayerga ketay turganini juda yaxshi biladi. Necha kilometrga ketay turganini juda yaxshi biladi. Ular o'sha qayerda bol bor, qayerda asal bor, bir-biriga tushuntirishda raqsga tushib tushuntiradi. Raqsga tushadi. Asalari kelgandami yo u yoqda ketayotgandami? Kelib. Borib ko'rib kelib. Ramkaga kirib, shu ramkaning ichiga kirib, arilar ichida raqsga tushadi. Ana bo'lmasa, raqsga tushganda mana shu raqsga tushishi u bejiz emas. Bejiz bekarga emas. Asalari hech qachon befoyda ish qilmaydi. Qarang. Hamma narsa ishi o'rnida foydali. Ma'noli. Kechasi ham ishlaydi. Kechasi kunduzi ishlaydi, uyqu yo'q. Kechda ham ishlaydi. To'g'ri. Bu uyqu yo'q bunda. Kechasi shunday kelib quloq solsangiz, g'uvlagan ovoz chiqaradi. Agar shu g'uvlagan ovoz chiqarayotgan bo'lsa, shu g'uvlagan ovozda ishlayotganligi bilinadi. G'uvlagan ovoz chiqaradi. Agar asal toza, tiniq keladigan bo'lsa, hali asal kelishiga bor. Mana chunki borligi giyohlar hali pishgan yo'q-da, mana ko'ryapsizmi? Mana shular pishish kerak, qurish kerak. Qurigandan keyin chiqaradi asalni. Qurigandan keyin chiqaradi. Masalan, o'sha 8 kilometrga boradi. O'ziga yarasha ovqatni olib chiqib ketadi. Yeb chiqib ketadi. To borib, agar uzoq bo'lsa, o'sha olib kelayotgan asalni o'zi yeb qo'yadi. O'zi yeydi. Chunki unga aloqa kerak-da. Ovqat kerak, yeyish kerak. Uzoq. Shuning uchun yaqin bo'lsa, masofa yaqin bo'lsa, mana aytyapman, mana bu ari bo'lsa, mana ari. Mana giyohlar. Bir necha metr? Metr xolos. 2-3 metr xolos. Metr xolos. Mana shu yerda uchib yuribdi. Mana shu mayda gullardan ham juda olsa kerak. Juda oladi. Hamma narsadan oladi. Shuning uchun tog' asalini juda ko'pchilik darrov ko'radida. Men masalan o'sha paxtaga olib bormayman. Mana shu yerda turaman. 2 marta asal olaman. 2 marta. Bir yilda. Bir yilda 2 marta olaman. Uchinchisi oziqami o'ziga? Uchinchisini o'sha olasiz hozir. Birinchi olishni. Hozir yana o'sha mana shu sentyabrga yaqin bitta olaman. Sentyabrda oxirlarida bitta olaman. Mana shu yerda o'zida olaman. 2 marta olaman. Chunki bunga biz paxtanikidan ko'ra giyohlar ko'p. Mana hozir siz shu yerda
molni sutini ichyapsiz-a. Molni sutida qanchalik boshqacha. Ta'mi ham boshqa, giyohlarni yeganda u. To'g'ri. Mollar beta mana o'sha yerda mollar bor, sut, qatiq ichishadi. Sutini, qatig'ini ichsangiz ham maza qilasiz. Juda ham shirin, juda ham boshqacha. Endi shu mana shu giyohlardan yeganligi uchun shunaqa. Bizni arimiz ham shu giyohlardan olganligi uchun buni tushunadigan odamlar o'zi bor. Men o'sha qishloqda turaman. Shaharliklar keladi, kelib indamay olib ketadi. Laboratoriyaga borib ko'rsatdik deydi. Bahromjon deydi, biz laboratoriyada ko'rdik, laboratoriyadan chiqdi, asalingiz yaxshi. Bir olganda 50 kilo, 60 kilo oladi. Ibn Sino aytgan, inson qanchalik go'sht yesa, asalni shunchalik yeyish kerak deydi. Ana bo'lmasa. Chunki asal go'sht, oqsil insonda qondagi alaqalar ko'payib ketadi. Qonni ko'paytiradi. Endi asal qondagi mikroblarni o'ldiradi. Qonni tozalaydi, o'pkani tozalaydi, jigarni tozalaydi. Ming dardga davo. Ming dardga davo. Alloh shifo deyapti buni. Nahl surasida buni Alloh shifo deyapti. Biz buni hech qanaqangi e'tiroz qila olmaymiz. Biz buni inkor qila olmaymiz. Mana yaqinda o'sha YouTube'da ko'rdim, men o'zim ham ko'rdim. YouTube'da ko'rib, shu bitta asha mikroblardan ozginasini alaqaga qo'ydi, mikroskopga qo'ydi. Qo'yib turib, haligi qimillayapti. Mana bunga dedi, hozir suv quyamiz dedi. Suv quydi. Hech narsa bo'lmadi. Nomiga asal aralashgan, asalni shunday quyuvdi, haligi qimillay turgan. Inson ko'zga ko'rinmaydi, lekin mikroskop orqali ko'ryapti. Mikroskop orqali ko'ryapti, shuni o'ldirdi. Mikroskopdagi haligi alaqalar o'ldi-da. Bakteriyalar o'ldi. Insonni shuning uchun insonda hozir hamma odamda gijja deydi, qurt deydi. U insondagi qurt, gijja hamma odamda bo'ladi. Shuning uchun asalni doimiy iste'mol qilib turing deydi. Inson bir kunda masalan qanchasi go'sht yeydi? Masalan 100 gram, 200 gram go'sht yeydigan bo'lsa, 100 gram, 200 gram asal yeyish kerak deydi. Ibn Sino birga bir ekanda. Ibn Sino shuni buyuradi. Dasturxoningizdan deydi, ertalabda deydi asal arimasin deydi. Bizni masalan men o'zim juda katta foyda topmayman asaldan. Yashang. Lekin buni shifo baxshligi uchun, men o'zimga foyda topganligim uchun sog'lig'imda men hech qaysi doktorga bormayman. Voy. Aptekalarga tabletkalarni ichmayman. Tabletka hech narsa ichmayman. Faqat mana shu asal bilan oilamda ham, xo'jaligimda ham hamma yoqda shu asal. Asalni masalan men hammasini tonnalab sotmaysiz, lekin salomatlikka o'zimga mahalla ko'y olib qo'yib turib, qolganini sotaman. Ana. Asosini aytmoqchi, haqiqatan ham bu asalda haqiqatan ham har xil giyohlarni odamlarga foydali giyohlar bor. Tomonlari bor. Tomonlari bor. Odamlarga foydali tomonlari ko'p. Keyin yana bir qo'shimcha qilamanki, asallarchalik odamzod ishlanmaydi. Albatta. Mehnat qila olmaydi. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Asallar fidokoron asallarni. Asalchini boshiga qo'ngan arida qara. Asallarlar fidokoron. Davom etavering. Odamzodlar ishlanmaydi. Yaxshi. Maqolam bor. O'zbeklarda maqol bor. Asallarida ishlayapsan deb qo'yishadi. To'xtamadi, arida ishlaydi dedi. Chunki arida asallarda uyqu yo'q. Kunduzi o'sha olib keladi. Asalni olib keladida, olib kelib turib, o'shani ventilyatsiya qilib, ya'ni qayta ishlab, haligini parlaydi. Parlab suvni chiqaradi. Keyin o'sha eng asosiysi asalni mana hozir sizlarga ko'rsatdim. Pechatlangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi. Chunki u asalari o'sha parlab, tozasini ventilyatsiya qilib, parlab suvni chiqarib tashlaydi. Suvni chiqarib, haligini sop o'zi birinchi olib kelishida
pastga qo'yadi. Ha. Asalni pastga qo'yadi. Keyin paligini ventilyatsiya qilib tozalab turib, suvini namini olib turib, keyin tepaga qo'yadi. Shuning uchun nima deydi? Sariyog' sasimaydi, asal achimaydi. Voh, молодец, zo'r gap Bu gap bu degani, ya'ni haqiqiy asal hech qachon aynimaydi. aynimaydi. Masalan 30 yillik, 40 yillik xalqimizga o'tkazdirib, haqiqiy asalni tepaga qo'yadi. To'g'rimi? salomat. To'g'rimi? Hoji bu bizni kanalimizni obunachilarga, kuzatuvchilarga duo qiling. Nasihatlaringizni, o'zingiz o'gitlaringiz haqida biroz gapiring. Mana shu Bismillah. chorvachilik, Tomorqachilik kanaliga Alloh hammasiga kuch-quvvat bersin. Mana shunday reportajlarda, shunday ko'rsatuvlarni olib borishlikda hammalariga nasib va ro'za aylasin. Biz ham shu 150 kilometrdan, 200 kilometrdan kelib Alloh haloldan rizq talab qil deyapti. Haloldan rizq talab qilishlik uchun shu tog'larda, bog'larda yuribmiz, Robbim. O'zing halolidan bergin. Halolga sarflashni o'zing nasib va ro'za aylagin. Amin. Barcha ishlarimizni o'zing rivojidan keltirib, o'zing hammaga bergin dehqonchilikda. Hammaga asallaringdan, hammaga nimaiki qilinayotgan ne'matlaringni hammaga bergin. Hammani qatorida bizga ham bergin. Robbim. Allohu akbar. Rahmat. Hoji bu sog' bo'ling, sog' bo'lsin. Salomat Qani bo'ling. giroringlar, bitta choy ichamiz. Rahmat. Asal choylar ichamiz ekanda. Mana shunday tog' bag'rida mana shunday hoji bo'ladi. Nasihatlari. 3dan 220 bo'ldi. Xo'p.